Ey, chetroq yur, senga emas meni yo'limdan chiqish. Aka, menga qarang, ko'cha keng bo'lsa, xohlagan joyingizdan o'tib ketavering, u yoqdan bu yoqdan. Senga emas menga yo'l tuzib ber. Chetroq yurgin men ketayotganimni, tushundingmi? Menga qarang, ay! Xuddi shu tariqa boshlangan janjalda erkak qo'lidagi o'tkir tig'li jism bilan bir kishiga og'ir, yana biriga yengil tan jarohati yetkazdi. Bundan tashqari ko'chada bezorlik qilgan yigit voqea joyiga chaqirilgan ichki ishlar xodimlarining ham qonuniy talabiga bo'ysunmadi. Mazkur nizo bo'yicha ish jinoyat ishlari bo'yicha Andijon shahar sudida ko'rib chiqildi va ayblanuvchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi 3-qismi G bandi, 219-moddasi 1-qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topilsin. O'talmay qolgan jazolarni qisman qo'shib, o'tash uchun uzil-kesil 3 yil 6 oy ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. izzat, hurmat tushunchalari mutlaqo yot bo'lgan 30 yoshli erkak endi bu haqda panjara ortida obdon o'ylab ko'radigan bo'ldi. Uning bu taqdiri esa ayrim qo'shtirnoq ichidagi ko'cha qahramonlariga ham dars bo'lsa ajab emas.